Eng asosiysi, men yaxshi ko'rgan qovoqli somsalar bu yerda bor ekan. Mening yonimda ushbu joyning egalari Sunnatilla va Jafar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, bu yerda yana qanaqa taomlar tayyorlanadi? Bizga aytib ko'rsatib bersangiz. Sho'rva, tabaka, barak, galbisi, tiftel, manti, shatliklarimiz 12 xili bor. Rulet, Napoleon, Molotovi, Veriska, baranina, kurinnik, kirilishki, chalag'ach, bambiochka, chubarik. Bu hozir bor. Yana qolgan bundan ortiqda 20 turdagi baxshi ovqatlarimiz bor, mavjud. Chubarik deysizmi? Chubarik shashlik deydi. Bepolasat. Juda ham yaxshi. Bu to'y kabob. Samarqandga to'yga qiladigan kabob, to'y kabob deymiz. Bu to'y kabob. Bu qovoqlik bichakimiz. Bu zelenlik bichakimiz. Ko'k somsa Ko'k deyiladi. somsa, ko'k somsa. Bu mol go'shtidan samsa. Bu lagma, uyg'urcha lagma. Bu esa qozon kabob. Qozon kabob. Buni o'zimiz tayyorlaymiz. O'rik sharbati o'zbek tilida zakaz qilamiz, keladi, o'zimiz qilamiz. Bu joyda manzili. 1906 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York, Avenue P bilan Coney Islandda joylashgan. Ikkinchi adresimiz 1904 Urgut City. Tushunarli. Demak, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanalida va New Yorkdagi vatandoshlarimiz tomonidan ochilgan Urgut City restoranda ko'rishguncha. Endi ko'z bo'yamachilik tugadi. Ovqat yeyishni boshlaymiz. Marhamat. Qani bismillah. Oy. Tamam.